xalqimiz bundan hargiz ümidsizlanmaslik kerak. Rossiyaninki Pamir Uran nomli harbiy mutaxassis olimlarninki 2004-yillar 2003-yillar yozgan maqolada bu Sharq vatan sirtidagi Uyg'ur qashqullardan Xitoy nima uchun qo'rqadi degan mavzu qo'yib turib bir maqola e'lon qilgan. Demak, bu Xitoy hozir Amerika, Yevropa Xitoyni qorshab kelyotdi. Xitoyninki dunyoga ko'tarilishni xohlamaydi. Bu Xitoy bundoq yo'g'inab ketib qolib qolsa, dunyoga xavf degan asosda mavzu qo'yib, shuning uchun Amerika o'zininki Germaniyadagi qo'shinlarini Sharqiy Yevropaga yo'tkash, Yaponiyadagi o'zininki harbiy bazalarini Avstraliyaga yo'tkash. Chunki bu harbiy bazalarninki bevosita jiraqti bo'lib qolib qolsa, uningda oqim mudofaa qismininki vaqtida yetib kelmaydiganligi, yaqin davlatlarda, Xitoy qo'shni davlatlarda bo'lib qolsa, Xitoyning bevosita hujumiga uchrab ketadiganligini bayon qilib, Rossiyaning harbiy mutaxassis olimlari o'tirib qo'ygan masala. Hozir Xitoyning atrofida Vyetnam deyli, Koreya, Janubiy Koreya deyli, Yapon deyli, Avstraliya deyli, bu xalqaroliq O'rta Osiyo deyli, Afg'oniston, Hindiston, Pokiston, Amerikaning, Yevropaning askarlari qurshab bo'ldi. Xitoy bu masalani bizga bundoq zulmni qilaversa, bir kunsi Janobi Alloh bizga ashu zolimlarni, azolimlarning qo'li orqali yo'qotsa ajab emas. Janobi Alloh Qur'oni Karimda sizlarning insonlarning ba'zisi orqali dab qilmaydigan bo'lsak, chekindirmaydigan bo'lsak, dunyodagi masjidlar va cherkov ibodatxonalarmi mavjud bo'lib turmaydi deydi. Shuning uchun bizni Janobi Alloh boshqalarning qo'li orqali bir hurlik, erkinlik ato qilsa ajib emas. Buningdan hargiz xalqimiz umidlanmaslik kerak, umidsizlanmaslik kerak. Yuqorida Parat Efendi ve Celil Efendiler deb o'tgandagidek 5 iyun voqeasida garchi to'kilgan qonlar, to'lagan bedeller zo'r bo'lsa-mu, ammo xalqimizni tarbiyalash, ma'naviy jihatdan pokizlash nuqtasi jihatda o'ynagan roli intayin zo'r bo'ldi. Bu qonlar yuqorida deb o'tdik, hargiz beko ketmaydi. Bugun xalqimiz tarixdagi har qanday bir vaqtga selishtirgan vaqtimizda bu zulmni eng ro'shan his qilgan ve en zor uygangan bir vaqt. Bu zulüm hiç bir kaçan 60 yak to'xtab qolmadi. Ba'zi kuchaydi, ba'zi pasaydi. Ammo buningga parallel Sharq Turkiston xalqining milliy erkinlik uchun ep bo'lgan kurashlarimi her bir kaçan to'xtab qolgani yo'q. Uzluksiz davom qildi. Ba'zi kuchaydi, ba'zi pasaydi. Ammo deganimizdagidek bu kurash to'xtab qolmagan muddat ichida xalqimiz umidini yo'qotmagan muddat ichida en ahırı xalqimiz çokum hör erkin yaşaydigan bir kunga erişidi. Bunun için xalqimizning hiçbir kaçan ümitsizlenmesligi, ümidni yo'qotmaslik kerak. Ma'naviy jihatdan taslim bo'lmagan bir millat hiçbir kaçan mustamlikelik u millat uchun abadiy bo'lmaydi. Uyg'ur xalqi hiçbir kaçan ma'naviy jihatda Xitoy bo'yinturg'idan qutulib ketadiganligiga, erkinlikka bo'lgan intilish yo'qotgani yo'q. Bu qatimqi voqea shuning jonliq tipik misoli. Xitoy hukumatı bu voqeadan keyin bir qism insonlarimizga o'lim jazosi berish orqali jamiyatni tinchlantirishga uringandigidek, hamma ish joyiga tushgandagidek, g'alaba qilgandagidek bir signalni berishga tirishayotdi. Ammo Xitoy hukumatı texmi xato, o'zi uchun texmi xatarlik bo'lgan bir yo'lga kirayotganligini his qilmayotdi. Bu jimjitlik hargizmi abadiy jimjitlik emas. Xitoy hukumatı abadiy jimjitlikni, abadiy tinchlikni haqiqatan ichidan xohlaydigan bo'lsa, yuqorida Parat Efendi deb o'tgandagidek Uyg'ur xalqining, Sharq Turkiston xalqining vakillari bilan Dunyo qurultiyining rahbarlari bilan o'ltirish kerak. Dunyo qurultiyi rahbarlari bu masalani tinchlik bilan hal qilaylik deydigan fikrga quloq solish kerak. Ammo Xitoy o'zi gunohkor bo'lganligi uchun, ojiz bo'lganligi uchun, shunchalik atom bombalari va iqtisodiy kuchlar bo'lgan bo'lsa-mu, ammo ojiz bo'lganligi uchun biz bilan kela ma'qul deb jo'ziga o'tirmayotdi. Har zaman ya'ni ojiz bo'lganligi uchun bizning qo'lida to'mirning sunug'i yo'q xalqimizni qurol kuch bilan bostirish orqali tinchishga, o'lim jazosi bilan ko'zini qo'qishga tirishayotdi. Ammo xalqimiz bunga ko'nib qolgan. Hech bir bu tunji qatimliq o'lim jazosi emas. Xalqimiz hozir 60 yildan buyon 500 mingdan ortiq
Şehit bədi. 21. əsrdə Xitay hökuməti 20 milyon, 25 milyon Uyğur xalqını mındaq ölüm cəzası bilan öldürüş bilan qırıb tükənməydi. Şunun üçün xalqımız heç bir qaçan bu erkinlik, azadlıq yolundakı milli iradəsini yanmaydı. Xalqımız və bunun çoxum işiniz kerak. Yəni yığınçı qılsa qan bekaq ketmedi. Bu ümidni yo'qotmagan müddət içində xalqımız çoxum özünün bayrağı astida, özünün vətənində çoxum yaşaydı və erkin yaşaydigan bir kunga erişdi. Söhbətimni vaqtınızdan çıxarıb qəbul qılğanlar üçün köp rəhmət. Hörmətli televizor köykülər, şunun bilan bugünkü siyasət meydanı söhbət proqramımız vaqt münasibəti bilan bu yerdə ayaqlaşdı. Xeyir xoş, kelar qitimliq sonimizni görüşəylik.